Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, suyumlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Yana bir qitim baxtli holda abisinglar bilan yuzlashib o'tiribdiman. Allohning bu kunlarga yetkazgani uchun hamdlar bo'lsin. Bugungi temamiz Taliban-Xitoy munosabatlarining anatomiyasi va Uyg'urlar. Savollar so'ralgandi, hali ko'p savollar so'ralgandi. İşimizga bek ciddi aloqasi bormi, aloqasi yo'qdirmi bu savollarning. Qarindoshlar, u savollar esimda bor, savol so'ragan qarindoshlar. Ammo ma tema ciddi bo'lib qolganligi uchun oldi bilan buni so'zli yutishni qaror qildim. Chunki bu haqda umuman so'zlaydiganlik odamning jimisi o'zining qarashlarini, mulohazalarini o'tirib qo'ydi. Onun uchun hamma o'zimning bilganini chiylab beqishga aldirab qoldim. Bu savol mendan 2 oyning oldida so'ralishga boshlagan, bu Taliban Afg'onistonga aloqador savollar. Buningga mening bek qizg'inligim bo'lmagan. Nima uchun qizg'inligim bo'lmagan? Mening beradigan javoblarim savol so'rag'uvchilarning kutgan yeridan chiqmaydiganligidan, ularning ko'nglini yerim qilib qo'ydiganligidan, qarshi ilinmaydiganligidan. Endi bugun hamma odam bu temada so'zlayotgachqa, bu qatorda men so'zlasam o qadar bek ko'ngli yerim bo'lmas. Boshqa mulohazalar bilan biraz balans qilib. Amerikaning Afg'onistondan chekinish qarori o'tirg'i chiqqandan boshlab bu qarindoshlarim endi nima bo'ladi? Bu hal Uyg'urlar uchun foydalimi, ziyonlimi degan mavzuda so'rab kelgandim mendan. Demak, mening deydiganlarim yuqorida deganimdek psixikamizdagi moyillik qilib ta'siridan qarindoshlarning kutgani tamamen xiyol mahsuloti bo'lgan parlaq manzaralar bo'lib, amaliyot hech undaq bo'lmaydiganligini qiyos qilish ancha ularni ta'sir emasdi. Mening bir mulohaza e'lon qilmishimdan qat'iy nazar Uyg'ur tilida mulohazalar to'xtab qolmadi. Chunki har bir Uyg'ur bir siyosatchi, har biri birer strategiya mutaxassisi yoki mening chaqchaq o'qitishim bilan desak, har bir Uyg'ur birdan Wang Shuji bo'lganlikdan nurg'un dadil xulosalarni chiqarildi. Ko'p qatim deganimdek, biz taxicha hissiy tafakkur bosqichini tamomlamagandek qilamiz. Şiirin xiyollar quchqida allaylinib, bu şiirin xiyollar amaliyot tarafidan terib-yeran qilib itilgandan keyinmi yanada o'shimizni topmay ikkinchi bir xiyolga yo'l tepib, har narsadan umid kutib, shamoldinmi, yomg'irdanmi umid kutib, şiirin xiyollarimiz uchun ilhom tepib ketaverishimizmi aniq bo'ldi. Talibandan umid kutish tipidagi gaplarni 3 turli odam qilishi mumkin. Aldi bilan shuni deb o'taymiz. Mushunda bendadan umid kutish, bendadan tamagar bo'lish aslida haqiqiy mo'minlar uchun durust emas. Biz musulmonlar faqatla Allohdan umid kutishga buyurilgan. Boshqa maxluqdan umid kutsak mushriklik bo'ladi. Uni bizning islomchilar ketib unutilib qoladi bu dayalarni. Tuhmat o'qigan chaqda unutilib qoladi islomchiligini.
manda ümit kütken vaqtida unutulib qoladi. Xo'sh. Talibandan ümit kutish tipidagi gaplarni 3 turlik odam qilishi mumkin. Buning birinchisi Xitoy ayg'oqchilari bo'lib, bunisi aslida oldin bir kayfiyat hosil qilish uchun elib berilayotgan tashviqotdir. Turkchadagi olg'i operatsiyoni yap berish uchun qilinayotadi bu. Chunki keyin, mana men demabmidim deydigan sahnalarga oldin ala go'zal tafsirlarni qilib, kishilarning endi ma'lum qabul zimini hosil qilg'ach turish. Asarroq qabul qilishlari uchun mushundaq bir zimin hosil qilg'ach turish uchundir. Nima uchun bundaq deydiganligimni so'zimning davomida aniqlamaga erishtiraman. Yoki aqlliqroq bo'lganlar, men xulosalamasam o'zlari bilib olaydi. İkinci turdagilar bek asonlik bo'lib, bular siyosat haqida nol bilim sahipleri. İntayin qarqusaq. Ama shunga bakmay, o'zini odatdagi birisi hisoblashga unamaydigan turdagi gadankeşlar, vangshujilar. Üçüncüsü, bu turdagilarga ait asanda ular haqiqatan islomdan nasibasini olgan, ko'nglida kiri yo'q, İslam prensipleriga %100 amal qilishga tirishadigan, shundaqla boshqalarning islom bilan perdelengen qalpoqlariga qarabla soddalik bilan ishinib qoladigan pok, sabiy, ammo hech nima bilmaydigan dindorlardir. Taliban haqida salbiy ko'zqarashda bo'layotganlarning hammasi degidek siyosiy strategiya bilganlikdan emas. Ba'zilari Talibanning Uyg'urlarga qilganlari haqidagi yetarsiz uchurlarga tayinib, ularni yomon ko'rayotganlar. Bir munchillari dinga bo'lgan so'g'uq qarashi, hatto dinga bo'lgan ta'tir qarashini asos qilgan g'arblashib ketgan Uyg'urlardir. Yuqoriqilarning ichida yetarsiz bo'lsa-mu, keçmişteki uçurlarını asas qilib Talibandan Uyg'urga yaxshilik kelmaydi deb qarg'uvchilarning qarashi xulosa e'tibori bilan to'g'ridir. Lekin bu xulosani keltirib chiqaradigan bir muncha nima uchunlar javobsiz. Endi men Afg'onistonda so'z sahibi bo'lib kelayotgan Talibanlarning nima qilishi, Xitoylar bilan munosabatlari, dunyoning mushu bo'lakidagi ishlar, munosabatlar, kelgusi planlar haqida o'zimning tushunchalarimni, mulohazalarimni desam, texmi to'g'ridir. Balki oldi bilan shuni deyman. Tashqi kuchlar yoki istilochilarning Afg'onistondan chekinishi yomon bo'ldi degichilar insoniylik nuqtasidan chiqib demayotadi. Erkekdek bo'laylik qarindoshlar. Qo'sh o'lcham qo'llanmayli. O'zimiz istiloga uchragan bir xalq bo'lish sifatida boshqalarning istilodan qutulishini tabriklashib berishimiz kerak. Tabriklashga tegishli shu istilodan qutulmak. Har qanday ahvolda bu. Intan yomon bir hokimiyat chiqdi degan taqdirda bu o'z millatidan, o'z qon qarindoshlaridan o zalimlikning vaqti keladi, o'tib ketadi. Ammo istilochilar uningdan yaxshi bo'lishi notayin. Agar deylikki Xitoylar Sharq Turkistondan chekinib chiqsa, buni yomon bo'ldi degichilar chiqishi mumkin. Chiqmaydi degan olmaydi. Ash to'g'ri gap bo'lamda. Biz bir istiloga uchragan millat bo'lish sifatida har qanday turdiki, har qanday bahonadiki istiloni olqishlamasligimiz kerak. Istilodan qutulish qutlug' bir ish. Alganda elhamdülillah, bəgəndə estağfurullah degəndək bolsaq to'g'ri emas. Bu meydanını bildirib qo'yay arada. Endi asas demak kelay, bugungi Taliban o'tmishdagi Talibanga o'xshamaydiganligi haqida gaplar bo'layotdi. Buni har kim deyapti. Taliban o'zimi deyapti. Men bu qarashga qo'shilaman. Chunki bugungi dunyoning shartlari Müslümanlar dünyasının kuchsiz, biqindilik vaziyeti. Talibanlar qo'liga olgan bu davlat Afg'onistonning mavjud shartlari va Taliban agar bir hukumat bo'lib bu davlatni boshqarmoqchi bo'ladi ekan,
ularni majburlaydigan real ahvollar ilgiriki Taliban ham xiyol qilgan 100%lik islom hokimiyati bo'lishiga mumkinchilik bermaydi. Zaman sana bakmasa sen zamanga bak deb Talibanmı zamanga bekishga majbur bo'ladi. Zadi demasimi bu majburlikni 20 yillik qochoq mavjudligida partizanlarcha mavjudligida amaliyotning ochiq darslari bilan to'nib yetdi. Şuna bizning pak ve samimiy dindorlar umid qilayotgan, shundaqla Xitoy ayg'oqchilari bozorga selayotgan %100 shariat davlati islomga uyg'un hokimiyat maydoniga kelmaydi. Burungi Talibanmi %100 emasdi. Faqat bizning dindorlar bekli sadda, bekli ahko'lmi yoki bekli ahmoqmi ish qilib og'zida deyilganlarga asallam ishonib qoladigan bo'lg'achqa burunqisining bir islom hukumati ekanligiga qilchak qilmaydi. Hatta atalmış İslam Partisining Talibanga beyitimi bor ekan. Ya'ni itoat va'dasi mo'minlarning amiri deb. Ammo shu chog'dagi Talibanmi Xitoylar bilan egzi burun yalışıqliq edi. Aldı bilan bu 20 yillik yoshurun yoki qochoq holatdagi mavjudlik haqida to'xtalayli. Hissiyat bilan emas qarindoshlar, aql va mantiqi bilan o'ylanglar. Necha 10 ming odamning 20 yil yurtlardan tashqarida, tog'larda yerim yoshurun yoki yerim qochoq holatdagi mavjudligi qandoq mumkin? O'ylanglar buni. Men burunlarda ko'p misol qildim. 1000 odamning bir kunlik hayotini tasavvur qilinglar. Naz nimetlerini yemişsin, isil tahamlarını fakat quruq nay yeydi, soğuk su içidi deyli. 1000 adamga bir kunda 3000 nan ketadi. 3000 nan. 3000 nanni yiqish uchun 50 ton qizitish kerak. Eng az 20 harbi o'tin ketadi. Bu 1000 adam uchun faqat bir kunda bo'layotgan mushaqqat bu qarindoshlar. Endi Talibanlarga tavan necha 10 ming odamning 20 yillik hayot uchun nimalar lozim? Faqatla hayotligini saqlab qolish uchun nimalar lozim? Boshqa lozimatliklarni ustiga qo'yinglar. Bu qadar yukni namratlik quchqida ingrayotgan Afg'oniston xalqining yoshurun qo'llashiga atib qo'yish aqlanliq bo'lmasi kerak. Buningdan chiqdiki, ma'lum bir davlat yoki bir necha davlat Astribdan qo'llab kelganligini qiyos qilish ta'sir emas. Agar bu xulosamizga qatiladigan bo'lsangiz, ehtimolligi bo'lgan davlatni faraz qilishingizmi ta'sir emas. Ya'ni Xitoy va Pokiston. 20 yil jarayonidagi mavjudlik. Mavjudlik bilan qolmay uzluksiz qarashlik uchun qurol aslahalar, istixborot uchurlari, mutaxassis qatorliq taraflardan bir davlatning qo'llashi bo'lmay mumkin emas. Afg'oniston tarixdan beri istilo uchun bir patqoqliq, ya'ni imperiyalarning mazorligi deb atalgan davlat. Bu yerga kirganlarning bu patqoqda halok bo'lmagani yo'q. Büyük Britaniyadan tutun ta Sovet İttifaqı ve Amerika kadar. Afg'oniston urushi Sovet İttifaqının yemirilishidagi iqtisodiy bo'shliqni hosil qilgan eng muhim omil edi. Chunki shu chaqlarda Sovet İttifaqının Afg'onistondagi bir kunlik mavjudligi 300 million dollarga to'xtagan. Bu chiqim Sovet İttifaqini kaksaltan qilib etgan, yemirilishning iqtisodiy yo'lini hozirlagan. Amerika bu yere kirgen kunlarda bu yerning bir patqoqlikligi. Bu patqoqlarning mag'lub bo'lishi haqida gaplar bo'lgan. Oxirgi amaliyotmi shunday bo'ldi. O'tirda e'tibor sepi yo'q bir Afg'oniston davlat armiyasining gibi var. 300 ming kishilikmiş. Ama bu tamamen yolg'on bir armiya bo'lib, faqatla Amerikaliklar ko'rib turadigan joylarda 5-10 ming atrofida mavjud. Amaliyotda quruq tizimlikdan foydalanib, kishi beshi rasxutlarni elib, davlatning beshidagi cho'nglardan tortib, yerlik hukumatlardagi har darajalik byurokratlargacha yanchiq toshqizgan. Tizimlik olgan bilan odam yo'q.
Bunu Amerika ahirgi kunlargacha o'ylab bakmagan. Özünün işığı bu kadar mı kımmas bir insan deb oylagan Amerika. Lekin Afganistan hükümeti kıldı bunu. Emdilikte bolsa bu setçilikке cevap verişten kıyıllıqıdın itiraf kılgıl unumayvatkan bolsa mı ameliyatın şu. Oturdu 300 bin kişilik Afganistan devlet armiyası deydiğen bir nime yok. Mana bu aldanqı şartlar. Yani devlet hakimiyetinin çirikliği, karşısında armiyada bir nimenin yokluğu, ma'lum devletler ta'minlagan to'g'ri istihbarat va mutaxassislik, qurol aslaha qatorliq shartlarning o'ng kelishi bilan oxirgi natija Talibanning davlatni qo'liga ilishi bo'lib muqimlashdi. Endi nima bo'ladi? Talibanning nimaga ehtiyoji bor? Agar o devletdek bir devlet, hükümetdek bir hükümet qurib davom qildirmoqchi bo'lsa, Afganistan xalqiga tinch, asoyishlik hayot kapolati, farovonlik berilish kerak. Bo'lmasa hokimiyat put terab turolmaydi. Keyingi 40 yildan beri yig'iliq kam bo'lmagan bir davlatda normal ishlab chiqarish yo'q. Sanoat ishlab chiqarishlar emas, yezigilik ishlab chiqarishmi normal izda emas. Az to'la apiyun tevrimchiligini hisobga olmaganda zərlik çekimlik bazısı buluşunu davam kıldırış bütün dünyanın düşmanlık karşı uçuraydıqanlıqdan bu halda devletini güllendirişten söz açqılı olmaydı. Hükümran guruh bayolalısını adetteki fuqaralarının günü təs oldu. Devletini güllendiriş için Taliban'ın nurgun məbləğdə ihtiyacı var. Çekinip çıkan Amerika məbləğ sanmaydıqanlıqını biliriz. Rusiyanın hali üzüge arayıdıdı. Avrupa mı bundaq tevekkülçülükü cüret kılanmaydı. Kaldı ki, birlik Xitay Taliban'ın tayançı bulup kaladı. Bu herkesme bəziler oylavatqandek Uygur amilinin emas. Bu arada Uygur amilinin kılğağıcılıkı mı yok? Bunu bilip kalınlar. Taliban'ın Xitayga ihtiyacı barlığı eniq oldu. Lekin Xitaylarning birer ihtiyacı olmasa, bikadan bikaga Talibanni yüylab leyfin mu? Ya, Xitayning mu Talibanga ihtiyacı var? Xitay evlatdan evlatga dunyoga xo'ja bo'lishni tushab kelayotgan bir qarniyat millat. Dunyoga xo'ja bo'lish uchun rayon zo'migir bo'lish kerak. Masalan, Xitaylar G'arbiy Tinch okean rayoni va Hind-China rayonlarida asosan bu zo'migirlikni ishga oshirdi. Gerçi Amerika zaman zaman tahdit bulup tir taraxıştı koyuvatsı mı, emeli hareketke ütenmeydiğanlığını Xitaylar kıyas qıp oldu. Hem de Xitaylarning ikinci nişanı Paris koltuğuda payidar buluş. G'arblikning energiya bazası bo'lgan Paris koltuğuda Xitaylarning hiç haqqı bo'lib bakmagan. Payidar buluşunu mu? Xiyal kılanmaydı. Deng Xiaopingning islohatidan boshlangan kuchiyish elib kelgan omad bilan Xitoylar G'arbga qarab ta'sirini kengaytirishga boshladi. Xalqaro yuz bergan har kriz Xitoylar uchun bir fursat elib kelmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti ta'sirida Yevropaga chegirdash oldu. Paris qo'ltig'imi yiqildi keldi. Bugun Pokistonning Gwadar portini Xitoylarga berishi bilan Xitaylar Paris koltuğuda resmi harbiy baza kurmakta. Şundaqla, Xitaylarning birdilla Himalayaning yükseklerinde, dünyanın ögüsüde, Taşqo'rg'onda cho'ng tipdagi aeroport qurishi hargizmi tashviqotda deyilganda sayohatchilik maqsad qilingan aeroport emas. Bu xaritani qaranglar. Bu qara tuz siziqning yuqorisidagi nuqtada aeroport var. Taşqo'rg'ondagi aeroport. Tuvandagi uchi Paris qo'ltig'i. G'arb tarafi qisman sharq g'arbiy shimol tarafdagi jumlaqqa elib qo'yilgan qara halqaga qo'yilgan yer Gwadar porti. Xitoylarning bugungi
Deniz Armiya bazısı. Qarindoshlar. Bu aeroport bilan Paris qo'ltiqi 2000 kilometr keladi taxminan. Bu havo armiya dastiki degan gap. Havo armiya dastiki. Deniz armiyasi bilan bitmaydi. Havo armiyasining. Onun ustiga quruqliq armiyasi umuba Pakistan'da dünyanın ko'zidan yo'shirun holda tug'izilgan Xitoy armiyasi var Pakistan'da. Bu haqda dunyoda ko'p gap so'z bo'linmayotgan bilan bu bir mavjudlik qarindoshlar. Endi bu xarita qarasanglar, yuqoridagi qora halqa ichidagisi Gwadar porti. Tuvanda Hind okeanidagi bu qora halqada Maldivilar. Qarindoshlar. Maldivilar xuddi Vukar jultuziga o'xshash nuqta ushshaq orollardan tarkib topgan bir davlat. Endi buni Maldivilardagi radar punktlari, Xitoylarning radar punktlari var Maldivida qarindoshlar. Radar punktlari, kuzatish punktlari var. Buni men Xitoylarning Yevroasiya strategiyasi degan yurishlik videolarimda deb o'tgan, buni esingizda baqachon. Mana endi bu birinchi xaritada ko'rsatilgan ahvolni havo armiya bo'ldi, deniz armiya porti bo'ldi. Pokistonda simvollik sanda Xitoy quruqliq armiyasi bo'ldi. Endi buni Maldivilardagi radar punktlari bilan birlashtirib ko'rganimizda Xitoylarning butkul Hind okeanini kuzatish ostida tuta oladigan bo'lganligini ko'ramiz. Xitoylar g'arbiy taraf chegaralaridan tamoman xotirjam holga kelishda faqatgina Vaxan koridori bir yo'chiq bo'lib turibdi. Chunki Afg'onistondagi g'arb kuchlarining mavjudiyati Xitoyning g'arbga kengayish planlarida bir cheklovchi omil edi. Mana endi bu kichikgina yo'chiqmi itildi. G'arb taraf tamoman Xitoylar ko'ngil tindirsin bo'ladigan bir vaziyatga keldi. Chunki chegaramizga ta shimoldan tuvanga qarab kuzatsangiz, kuzatinglar. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokistongacha. Bu Pokistongacha bir yoy yilal sizidi go'yo. Yaysimon mudofaa chemberiga hosil qilib, Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari yoki Xitoyning ittifoqdoshlaridan tarkib topganligini ko'ramiz. Bu yerda chegirdosh bo'lmasimi, bu hilalda Ironmi bor, qarindoshlar. Bununla İran'la qo'shganimizda bu hal texni kuchlandi. Ba'zi mulohizachilar Talibanni O'rta Osiyo uchun bomba deb ko'p turibdi. Hiç unda olmaydı. Taliban'ın mı teşvikka ihtiyacı var? Afgan halkının texini. Bu yerde 40 yıldan artık uruş oldu. Bunundan her kim toydu uruştu. Bundan başka Xitoylar O'rta dengizda söz sahibi bo'lish shirin tushunimi tushib kelayotgan. Bugungi vaziyat O'rta dengizdagi Xitoylar uchun ajoyib o'nkaganligini ko'ramiz. Her kriz Xitoylarga omad olib kelyotidi degan tuqqu. Arab bahori bilan faoliyatchi bo'lgan, texichi o'ziga kelolmayotgan Shimoliy Afrika davlatlarining Xitoyning puliga ehtiyojlari bor. İqtisodiy jihatdan odatda vayron bo'ldi degidek qolgan Gretsiyaning ahvolidami Xitoyga biror orol yoki biror portini bermasligiga huddi yo'q. Türkiye olsa allaqachon Xitoyga O'rta dengiz portlaridan bir yoki bir nechini setib bo'ldi. Türkiye yana Xitoylarga temir yo'llarni, ko'priklarni satgan bir vaziyat mavjud.
Ko'rinayotgan rasmdan shuni tushunimizki, Xitoylar tarixiy dushmani Hindistonni iskanjaga olgandan boshqa Arab yerim orolini iskanjaga ilib bo'layli deb qolgan bir vaziyat mavzu boisidir. Talibanning Xitoy uchun yana bir zaruriyati bir belbog', bir yo'l qurilishining bexatarligi uchundir. Demak, har ikki taraf o'zaro ehtiyojli. Xitoy Afg'onistonning qayta qurilishida zo'r hajmlik mablag' sarflab, Afg'onistonda so'z sohibi bo'lishni, Talibanni qurol qilib foydalanishni o'ylaydi. Xitoylar o'tmishdan bugungacha Afg'oniston patqiqida g'arq bo'lgan istilochilarning tajriba saboqlarini obdan yakunlagachga oshkora istilo qilishni sinab beqish xiyoli yo'q. Taliban bilan qandaq muomala qilishning plani, taktikasi, hiyla pandlari allaqachon bekitilib bo'lindi. Chunki Xitoylar Taliban bilan burundilla aloqa qilib kelayotgan 20 necha yilning oldidan beri aloqa qilib kelayotgan bo'lg'achqa, uning ojizliklarini, nozik halqalarini, sezgur nuqtalarini allaqachon hisobga olib bo'lgan bo'lib, o'tmishdagi istilochilar duch kelgan krizislarning takrorlanishi notayin. Xitoylar 3-chi dunyoning do'sti, izilguchilarning do'sti, namratlarning do'sti qatorliq tushunpardisi bilan Afrika qit'asida qanchalik ilgirlagan bo'lsa, Taliban bilan shu uslubda muomala qilib, xuddi Pokistonni mas qilib qo'ygandek Talibanni ikkinchi Pokistonga, Xitoyning qo'rchiqiga aylantirib oladi. Ko'rinib turgandek, bu cho'ng rasmda Uyg'urlar bir chikitchilikmi o'ringa ega emas. Gerçi bazı xabarlarda Talibanning Xitoyga ehtiyojli ekanligi va Afg'onistonni qayta qurib chiqish ishida Xitoyni hamkorlikka taklif qilganligi, Xitoyning bo'lsa Uyg'ur masalasini, ya'ni atalmış islom harakati tashkilotini taqas qilishdan masalaga yaqinlashayotganligini tilga elayotgan bo'lsa-mu, bu bir chumpardidan iboratdir. Chunki Xitoylar o'zlari bir qo'lliq o'ydirib chiqqan bu tashkilotni hali yo'qotib o'tish niyati bo'lmasa kerak. Shunga oshkora bayonlarda islom harakatini taqas qilmoqchidek ko'rinsa-mu, islom harakatini go'yo o'zi uchun va dunyo uchun cho'ng xavfdek havo estirib tashviqot qilsa-mu, kelishimning yoshirin shaklida bu yo'q. Shunga og'zinglarni tatliq qilib avor bo'lmasanglarmi bo'ladi. Her iki tarafning ko'zda tutayotganlari bek cho'ng ishlar bo'lib, Uyg'urlar masalasi her iki taraf uchun alohida nazar tutishga arziydigan masala emas. Bekletiven. Qo'shimchining qo'shimchisi deyilgidek uşak bir masala bo'lib qoladi. İki davlat nazarida bizning masalamiz bekli qo'shimchi masala bo'lsa-mu, o'z masalamiz o'zimiz uchun bek cho'ng masala. Şuna yanılı bulanın arasındaki dostluk, hemkarlık, münasibeti aralığında Uygurlarının hali nim boludu degen sual yanılı bizden en kızıqıdığınımız bop qaladı. Undaqken bu münasibetinin biçimi doğrusu sözlemesinden özsek bu söhbetimizin biz için ahmiyeti olmaydı. Hoş, Uygurlarının hali nim boldu? Talibanlar Uygur mücahitlerini tutup Xitoyga ötküzüp beremdi. Yoki shu yerda yo'qtamdi. Yoki o'zining mo'minlik burchini esib tutgan holda Uyg'urlarni qo'g'dab qolamdi. Hatto ba'zilar hamoqatlikdan yoki Xitoy tashviqoti uchun da'vatgandek Uyg'urlar uchun Xitoyga qarshi urush ochamdi. Qarindoshlar, bir narsa esinglarda bo'lsin, ba'zilaringlar xomxiyol qilayotgandek yoki ba'zilar vazifasi ijobiy teşviqat qilayotgandek ishlar hergiz bo'lmaydi. Yani Taliban Uyg'urlar uchun qilini qimirlatmaydi. Bu jihatda hatto bog'lashib qo'ysak ham bo'ladi. Bog'lasha oladiganlar bo'lsa. Endi yuqorqi savollarga kelaylik. Uyg'urlarning holi nima bo'ldi? Xitoylar bu mujohidlardan to'liq xotirjam. Shunlashda bular Taliban bilan Xitoy orasida hech qanday masala bo'libmi sanalmaydi. Ya'ni Xitoylarning tashviqoti uchun Uyg'ur terrorchilarga davomli ehtiyojli bo'lsa, Taliban bu mujohidlarga chiqilmaydi. Xuddi ilgirki Taliban davrida qandaq mavjud bo'lib turgan bo'lsa, shundaq mavjud bo'lib turaverdi. Yoki ularning 20 yildan beri Pokistonda mavjud bo'lib turganidekla mavjud bo'lib turaverdi. Uning ustiga ularning Talibanga beyti bo'lg'achqa,
Yani itaat sözü bo'lg'achqa Talibanning siziqidan chiqmaydigan tursa, buning nima daxlisi? Undan boshqa bu partiyaning o'zimi Xitoylarning belgilik odamlarni chiqarishi bilan maydonga kelgan bo'lib, tizgini Xitoyning qo'lida bo'lg'achqa Xitoylarga daxlisi yo'q. Faqat Xitoylar biror dalilga ehtiyojli bo'lib qolganda buyruq bo'yicha ko'rsatib berilgan ma'lum ishlarni qilib, dunyo jamoatchiligi oldida terrorchilikning biror dalilini maydonga keltirishi mumkin. Boshqa chog'larda burundan kelayotgandeklar yetaverdi. Agar Xitoylar Uyg'ur terrorchilariga ehtiyoj qolmadi deb qarasa, Taliban ularni bir oqshomda qurolsizlantirdi. Xitoyning xohishiga ko'ra ya o'tkazib beradi, ya shu yerda yo'qotadi. Qisqasi, bu mujohidlar o'tgan 20 necha yil ichida Xitoylarning qarasini ko'rmagandek, bundan keyinmi Xitoyning qarasini ko'rolmay o'tadi. Bu mujohidlar qo'shinida haqiqatanmi saf niyatlik, vatanim, millatim uchun o'lsam deydigan uzun kesil mujohidlar bor bo'lsa-mu, ularning qaror chiqarish huquqi yo'q. Shundaqla ular o'z beshiga harakat qilishga qodir emas. Bu bichora qarindoshlarimga haqiqatanmi ichim og'riydi. Allah ecrini hassilab bersin. Endi ba'zilarning tamoq qilayotganidek Talibanning islomning barliq shartlariga uyg'un bir hokimiyat bo'ladiganligi yoki bo'lolmaydiganligiga kelsak, yuqorida deb o'tganimdek, bu tamoman bir utopiyadan iborat. Taliban o'ziga tayinib bu davlatni oyoqda turg'izolmaydi. Cho'qim qo'shni davlatlarning qo'llashi, yordami, eng muhimi e'tirof qilishiga muhtoj. O halda Taliban'a ikki yo'l qoladi. Ya %100 islom shariatiga tushadigan bir hokimiyat qurdi va butun tashqi dunyodan ayrilgan, xuddi okeandagi oroldek yetim holatda yashaydi. Namrat, iqtidoi holatda. Yoki %100 deb turolmay, %50 bo'lsa-mu, yoki %60, %70 deydi. İslamni tutadigan, ammo uni butun dunyo bilan bo'lgan munosabatlarda tutqi qilib olmay, normal bir musulmon davlati bo'lishni tanlaydi. U holda boshqa musulmon davlatlardan farq bo'lmaydi. O'z manfaati taqozo qilganda har qanday ishni muboh sanab qilaveradi. Ko'rilayotgan alomatlardan ma'lumki, bizning xiyolparastlarning xiyolidagidek islom davlati butun dunyoda bo'lmaganidek, bundan keyinmi undaq bir hokimiyatning qurilishi xiyoldan iboratdir. Taki İsa alayhissalom dunyoga qaytib kelgunga qadar. Talibanmi o'tmish yili Xitoylar bilan hamkorlik o'rnatgan va Xitoylarning talabi bo'yicha Uyg'urlarga muomala qilgan. Bugungi Xitoylar bilan bo'lgan hamkorlikdan qaragandimi, islom davlati qurishni emas, allaqachon keyingi bichimdagi musulmon davlati qurishni tanlab bo'lgan. Shunga o'z davlatining zavoli hisobiga Uyg'urlarga bo'lishib, Xitoy bilan dushmanlashishi mumkin emas. Bunda xiyollarni davlat qurib baqqan, davlat so'rab baqqan millatlar hargiz qilmaydi. Faqat bizlardek qul mijoz, boshqa birisining kelib ozod qilib qo'yishini kutadigan, o'ziga ishonchi tugagan millatlarni qilishi mumkin. Yuqorida deyilgan Talibanlardan umid kutish xohishida qarash e'lon qilayotganlarning zo'r ko'pchiligi Xitoy ayg'oqchilari. Bular oldin a'lo kishilarda ma'lum tuyg'u fikr moyilligi tug'dirib, keyingi vaziyatga beriladigan ta'birlarga tayyor bir qilib belgilab qo'yish tashviqot ekanligini deb o'tgan edim. Nima uchunligini ba'zilar anqirib bo'ldi. Anqirolmaganlar uchun xulosa qilib beray. Agar kelgusidagi vaziyatda Xitoylarning Uyg'ur terrorchilariga davomli ehtiyoji bo'lib qolsa, Taliban tabiiyki Xitoyning arzusiga ko'ra bu mujohidlarning mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'ydi. Bu yo'l qo'yishga bugungilar da'vatgan ash ta'bir Xitoylar uchun foydali bo'ladi. Ya'ni Talibanlar islomchi bo'lg'achqa mo'minlar qarindoshdir prinsipiga amal qilib Uyg'ur mujohidlarga chiqilmayotdi degan bu ta'bir. Agar undaq bo'lmasa, qanday bo'ldi? Bu mujohidlarning qurilmasi mavjudligi gumonliq savollarni tug'diradi. Shundaqmi yo'qmi? Mana shu kelgusining tayyorligi.
Kajlık kılıp karşı çıkıdığanlar bolsa bağlışıqı men tayyor. Taliban Uygurlar için kılını kımıldatmaydı. O yerdeki mücahitlarımı hiç iş kıldırtmaydı. Bizning dindar tabiqimizning radikal bölükide ezelden bir kisel derhal başkalarının teşvikatını kabul kılıp özünün maksatlarını yutturıp koyuş. Bundan 20 yıllar avvalki inkılaplarımızda mı özünü İslamcı deydiğen toptikiler Araplarning, Talibanning ta'sirini derhal kabul kılıp Amerikani baş düşman deb qaraydigan cihatlarının obyektimi mustabidlik emas, demokratiya. Xuday demokratiya uzun yaşap zirikip ketgendiklar. Mana mushkul qildi boshqalardan yuqtirib olganligini ko'rib olganlar. Azad qilish obyektimi Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, ashunda kelib Amerika. Aqsarayning ustiga bayroqqa daydigan nishonlarni so'zlashyapti. Heliq sapa bilan, heliq avoli bilan. Bu arada hiç Şarkı Türkistan'ın gipimi yok. Qarindoshlar, 20 yılının aldidagi islomchilarimiz ajinda kadar. Şarkı Türkistan'ın gipimi yok. Bir eg'iz Xitoyni tillamaydi, hep G'arbni tillaydi. Qur'onning ro'yiga uyg'unmay shu. Çekilganğıllı çekilish. İslamның prinsipi bu. Sizlarni yurtinglardan qo'g'lab chiqarib etmaganlarga kelsak, Allah ularga adil bo'lishinglarni cheklamaydi deylik. Endi bu nemişki bu Şarkı Türkistan'ın gibi yok, nemişki bu Xitoyga qarashtirmaymiz deb buni surishti qilganlarni fasik, dilini qasovat bosgan deb qarab, ularga ayrim tabliq qilib, ularning qalbidan vatanparvarlikni, millatsuvarlikni o'chirib tashlashga urinadi. Vatan deb o'lish shehid olmaydi. Millatchilik, mushriklik, mustaqillik desa bo'lmaydi. Allah bizdan Şarkı Türkistan'da nemişki azad qilmading deb so'ramaydi. Nemişki cihat qilmading deb so'raydi. Anda bo'lganda bu cihatni qayerda qilishning farqi yo'q demoqchi. Deyish orqali bir ish qilmamdi. Qachon Şarkı Türkistanga yurish qilamiz deb qistiganlarga tanbih berishadi. Hatto qamoq qo'yganlar bor. Özlerinin türmüsü vardı ya. Ayında deydiğinde qamoq qo'yilganlar var. Mana mushundaq kisel iddialar bilan qaymıqtıradi. Bunun bilan qolmay, ba'zi teşviqat lentalarida vatanni ozod qilib, eliq o'xshab ketgan sapa bilan hokimiyatni qo'liga ola olmay Uyg'ur ziyolilarini qirib tashlaydiganliklarini ichki jihatda ilib boradigan tozlashlarini tatinmay hiç aldı keyniga qaramayli tilga ilashapti. O'qimagan yoshlar buning bilan gangrab qaysi to'g'ri, qaysi xato ayriolmay og'ardi. Mana shu kasalman qarashlarga qarshi uzun bir raddiya yozgan edim shu zamonda. 23 yil bo'ldi hozir. 98'dikiga. Bu mening Eynek nomli kitobimga kirgizilgan. Ashu maqola. Unalgı lentisini o'qib taqitilgan. Bugun mana shu koni islomchilar vatan demisi bo'lmaydiganligini tunib yetishdi. 20 necha yillik ochiq amaliyot, vatansizlik ularga buni e'tirof qildi. Mana bugun ular bir dilli 10 qadam oldiga sakrab tushib, o'zlarining azaldan mushunday qarashdi ekanligini iddio qilishadigan bo'ldi. Ve bugün xuddi ayni chog'dagi o'zlaridek butun dunyoni ozod qiladigan bu arada Xitoyni unutib qoltas qiladigan mujohidlarga nasihat qiladigan bo'lishdi. Bugungilarmi shu Suriyada deydiganlarimiz bugungilar yeni vaqtlarda 2013-2014 aralıklarda aşılamı Şarkı Türkistan'da egizga qo'ymaydi. Onun düşmanı G'arbdi. Şarq emas. Xuddi ashunda bu islomchi qalpiqidagilar doim mana shunday bir vaziyatga tushib qoladi. Nima uchunligini Alloh biladi. Endi bu keyingi chog'larda bu Suriyadagilarning ichida o'qituvchilar olib ketdi. Nimaga bu biz munosabatsiz yerda yuramiz? Nimaga Sharq Turkistonga ketmaymiz? Nimaga Xitoyga qarshi turmaymiz degan
bu sada avıp ketkenlikdilla bular endi ancha-muncha Xitoyni, Sharq Turkistonni eg'izga qo'yishadigan bo'lib qoldi hozir. Aslida boshda yo'q mushularmi? Men ana shu Aynak degan kitobimda bularning nurg'un kesilman qarashlariga raddiya bergan edim. Agar ularning xiyolidagidek boshqa musulmonlarmi ulardek o'ylaydigan bo'lsa-ki, biz ularga yordamlashib, ularning vatanini ozod qilishib berishdan burunroq eng avval butun dunyo musulmonlari birlashib, bizning ishimizni hal qilsa, to'g'ri bo'ladiganligini shu chaqda yozganlarimda degan edim. 98-yil. Chunki bizning davomizda o'chib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan davo. Dunyo tarafidan unutilib ketayotgan davo edi. Nima uchundir bizning dindorlarimiz dinni qanday o'rganadiki, ana shunday o'zini qo'yib turib, haqni ozod qiladigan, o'zining dushmanini unutib qilib, boshqalarning dushmanlarini tillashib beradigan bo'lib chiqadi ekan. Bu holat xili uzoq davom qiladi qarindoshlar. O'sha holat. O'tganda bir videoda deb o'tdim-ku, ashuningdek deb o'tganimdek. Bizning diniy sohamiz qarshilik ko'rsatish harakatlarini qo'zg'ashda pilta, avangard bo'lish bilan birga da'voning taraqqiyotidagi eng chong ichki to'salg'u. Bu qarama-qarshilikqa qaranglar. Boshlanishini uli boshlay oladi, pilta bo'la oladi, avangard bo'la oladi. Faqat kichik bo'lgan vaqtida. Ammo da'voning taraqqiyoti uchun eng chong ichki to'salg'u. Ularning dastlabki piltiligi, avangardligi, sapa masalasi tufaylidan, andin ustiga ustilik manmanlik tufaylidan. Aşı dastlabki uchqun holda to'xtab qolib, hargiz kengaymaydi. Aksicha nurg'un idea qalaymaqanchilik tug'dirish, tafriq tug'dirishlarga yarab, to'salg'ulik roli o'ynashga boshlaydi. Bu gapimni esinglarda mahkam tutib olinglar. Hayatlarning oxirigacha kuzatinglar va bu jarayonda yuz beradigan ishlardan bu qarashimning naqadar to'g'riligini bilasizlar. Agar to'g'ri bo'lmasa, beddua qilsanglar bo'ladi. Qarindoshlar, bu jiq quruq nazariyalarga to'shab ketgandek ular ba'zi sodda qarindoshlarimiz bir masala anqiranmay qoladigan ahvol yuz berami deb men so'rab turaman. Şunu bunda tomtaq bir cümle deb qo'ysam, Talibanlardan ümit kütken qarindoshlarning bu ümitleri behudadır. Xulosa shu. Talibanlar Uyg'urlar uchun qilini qimirdatmaydi. Xulosa shu. Shundaqla u yerda agar bir top Uyg'ur mujohidning mavjudligiga yo'l qo'ysimi, ularga hech ish qildirmaydi. Çünkü o Xitayning arzusi bilan bo'layotgan yo'l qo'yish u. Mana bu xulosa esingizda bo'lsin. Bugun so'zim shu yoqcha qarindoshlar. Savollaringlarni kutaman qarindoshlar. Qarish savollaringlar, qarish nazariyalaringlar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Xiyol bilan qilgan qarshiliklarga javob berishimning mabek o'rni yo'q. Agar ma'lum bir asosga tayangan bo'lsa, qo'ysanglar, keyingi qitimlarda javob berishim mumkin. Alloh hammanglarni salomat qilsin, niyat qilgan ishlaringlarni muvaffaq qilsin. Amin.